obzor qilib beraman. Men o'zim birinchi marta ishlatdim, faqat qo'limga ishlatib ko'rdim, juda ham yoqdi-da. Yuzga qanaqa tushadi bilmadim. Demak, qaraymiz mana ichida mana bunaqa holatda bo'ladi. Tarkibida kollageni bor. Bilasizlar, yuzga kollagen kerak mana. Bismillahirrohmanirrohim. Agar chuqur-chuqur poralar bo'lsa, o'sha porani ham tekislab berar ekan. Hozir bilsanglar, bu chet elda juda ham trendga chiqqan. Bir tarafini surmayman, xo'pmi? Ana koreyslar ishlatadi-ku videolarda. Shunaqa narsaga o'xshab. Yaltirash istagim bilinyapti mana. Tak, buni 4 tasi birda, ya'ni BB kremi, SPF plus tonalka, ustidan pudrasi ham hammasi bitta mana shu kushonning ichida jamlangan. Tarkibida kollageni bor. Bu degani yuzdagi ajinlarni tortishtirib beradi degani. Eng zo'ri buni tarkibida gialuron kislotasi ham bor. Bu degani yuzinglarni ideal darajada namlantirib beradi mana. Lekin bor-ku, yuzga mat effekt berar ekan mana. Hamma joyni bir xil qilib qo'yar ekan.